Aholi gavjum bo'lgan maskanlar, xususan bozorlarda yong'in xavfsizligi qoidalariga to'liq amal qilish talab etiladi. Tegishli tashkilotlar tomonidan olib borilgan o'rganish ishlaridan so'ng Surxondaryo viloyatidagi ayrim savdo-ko'ngilochar maskanlarda avariya chiqish yo'laklari to'sib qo'yilgani, yong'in signalizatsiya vositalari talab darajasida emasligi va yana bir qator kamchiliklar aniqlandi. Ularga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rilmoqda. Batafsil bu haqda muxbirimiz so'z yuritadi. Vaqtli savdo kompleksida yong'in sodir bo'ldi. Tezroq kelsangiz so'rayman. Bozorlar, savdo majmualari, ko'ngilochar maskanlar aholi gavjum nuqta sanaladi. Bu yerda har qanday faoliyat jarayonlarida albatta fuqarolarning xavfsizligi muhim masaladir. Bugun Surxondaryo viloyatining bir nechta obyektlarda o'rganish ishlari amalga oshirilmoqda. Ayni paytda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan jarayonlar Termiz shahridagi Baxtira savdo majmuasida amalga oshirilmoqda. Surxondaryodagi bir nechta obyektlar o'z faoliyatini to'xtatdi. Ular soni nechta va nega? Hozirgi kunda Surxondaryo viloyatida 5 ta yirik ko'ngilochar savdo maskanlarini hozirgi kunda qo'pol yong'in xavfsizlik holatlari aniqlangani uchun faoliyati vaqtinchalik to'xtatib qo'yildi, bartaraf qilingunga qadar. Shu kuni Angor tumanidagi Baraka savdo majmuasidagi texnik holat ham o'rganilib, yong'in xavfsizlik talablariga zid holatlar aniqlanganligi uchun mazkur savdo kompleksining faoliyati ham vaqtinchalik to'xtatildi. Obyekt binosiga o'rnatilgan ichki yong'in o'chirish kranlari hozirgi kunda texnik nosoz holatdaligi, ularda suv manbai yetib kelmasligi va ancha muddatdan beri texnik xizmat ko'rsatilmaganligi aniqlandi. Binoda mavjud kirish-chiqish yo'laklariga tadbirkorlar tomonidan sun'iy ravishda to'siqlar o'rnatilganligi, bu esa favqulodda holat va yong'inlar sodir bo'lganda insonlarni va moddiy boyliklarini qutqarishini cheklab qo'yishiga olib kelishi mumkin. Yana bir qator kamchiliklar aniqlanib, ular bo'yicha ogohlantirishlar berildi. Viloyatdagi yirik savdo majmualaridagi bu kamchiliklar bir yoki 2 kunda yuzaga kelgan holat emas. Tadbirkorlar tomonidan yo'l qo'yilayotgan be'tiborliklar esa insonlarning moli va joni uchun katta xavfni yuzaga keltirib chiqarmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Timoflayev, Surxondaryodan.